Boy tarix va zamonaviy taraqqiyot uyg'unlashgan O'zbekiston zamini yana bir nufuzli xalqaro anjumanga mezbonlik qilish arafasida. Joriy yilning 24-25 iyul kunlari Samarqand shahrida birinchi xalqaro birodar shaharlar forumi bo'lib o'tadi. Mazkur forum dunyoning turli mamlakatlari, shahar va hududlari o'rtasidagi birodarlik aloqalarini yangi bosqichga olib chiqish, o'zaro ishonch va do'stlik rishtalarini mustahkamlash, samarali hamkorlikni kengaytirish hamda ilg'or tajriba va innovatsion yondashuvlar almashinuvini yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Forum doirasida ilmiy muloqotlar, xalqaro ko'rgazmalar, madaniy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilib, millatlararo totuvlik, madaniyatlararo yaqinlik, yangi g'oyalar va umumtaraqqiyot uchun yaratilgan keng imkoniyatlar xalqaro jamoatchilikka taqdim etiladi. 30 ga yaqin davlatdan 100 ga yaqin xorijiy mehmonlar, olimlar, xalqaro tashkilotlar vakillari bir maydonda jamlanadi. Xalqaro forum ishtirokchilarini go'zal va navqiron Samarqand shahrida kutib qolamiz.